Klassika Fanta zavqi bilan to'qnashganda u paydo bo'ladi. Mazzali sermeva. Yangi Fanta Duchess. Fanta uslubidagi Duchessni tatib ko'ring. Xohlaysanmi? Do'stlar, meni sizlarga juda ham yomon xabarim bor. Bugun bizning qishlog'imizga parazitlar hujum qiladi. Ular laboratoriyadagi omadsiz tajriba tufayli paydo bo'lishibdi va to'g'ri bizning qishlog'imizga qarab bostirib kelishyapti. Hujum 3 fazadan iborat bo'ladi. Oson, o'rtacha va juda ham qiyin. Xuddi zombilarga o'xshab. Bizning vazifamiz nima qilib bo'lsa ham parazitlarni to'xtatib, qishloqni saqlab qolish. Men va qishloqi. Umid qilamanki, biz buni uddalaymiz. Xo'y, qishloqi, qanisan, ishkal, bizning qishlog'imizga parazitlar hujum qilyapti. Qayerdasan, yaramas? Mana men hammasini eshitdim, men ham yangilik ko'raman-ku. Kel, undan ko'ra men bilan daraja to'pla. Sen nima aqldan ozdingmi? Bizga parazitlar hujum qilyapti. Bilaman, yangiliklardan ko'rdim. Ular taxminan kechga yaqin yetib kelishadi. Hali vaqt bor. Kel, men bilan daraja to'pla. Mana senga ham olib qo'yganman, qo'rqma. Ha, daraja to'plash degan nima? Sen aqldan ozganmisan, qishloqqa men senga hazillashayotganim yo'q. Ana u taraflardan yoki ana u tarafdanmi? Qayerdandir bizga parazitlar hujum qiladi. G'arbdan, laboratoriya o'sha yerda. Unda yaxshi-ku, devorlarni ko'tarishni boshlash kerak. G'arb tarafda esa eng mustahkami qilamiz. Aytgancha, parazitlarning bir nozik tomoni bor. Ular olovdan o'lgudek qo'rqadi. Shu ikki olov ularni parchalab tashlaydi. Yana ortiqcha inshootlarni ham olib tashlash kerak. Sababi qanchalik qal'a kichkina bo'lsa, uni himoya qilish ham shunchalik oson bo'ladi. Ya'ni seni uyingni buzib tashlayveraymi? Qishloqqa, mening uyim markazda-ku. Biz shunchaki omborxonalarni buzib tashlayapmiz. Balki sen uying kerakmasdir bu qishloqqa, ha? Qal'aning devorlari olmosdan bo'ladi. Yana 4 qavat. Umid qilamanki, bu parazitlarni to'xtata oladi. Qala devorlarini esa har doimgidan past qilish kerak. To'g'ri, ularni nishonga olish osonroq bo'ladi. Xo'sh, mana bu komandani yozsak, olmosli devor tayyor. Seni hech tarbiyalay olmadim-da. Nechun o'ratish kerak? Devorlar ancha chuqurga kirgan bo'lish kerak. Aytishing ham shart emas. Shusiz ham chuqur qilmoqchi bo'lib turgandim. Taxminan mana shuncha kirgan bo'lsa, menimcha yetsa kerak. Ularga shunchaki yerni kovlashga qo'ymaymiz. Yur, menimcha hisob-kitobda adashganga o'xshayman. Yaxshigina adashganga. Bo'ldi, tayyor. Qishloq butunlay olmos devorlar bilan o'raldi. Endi har xil tuzoqlarni o'rnatishimiz kerak. Arti, bu galgi qalamizga o'nbalik sistemada necha ball bergan bo'larding? Bu menimcha odat bo'lib qoldi. Albatta, obunachilardan so'raymiz-da. Do'stlar, shu qalani 100% qurib bo'lganimizdan keyin izohlarga o'tib, o'nbalik sistemada baholang. Men bilishimcha, parazitlar orasida uchadiganlari ham bor. Ya'ni agar qishloq ustini yopmasak, bu devorlardan bir tiyinlik foyda yo'q. Ha, to'g'ri, axir ular parazit bo'lsa, juda ham tez rivojlanishadi. Aytgancha, bu oddiy oyna emas, u hattoki dinamit portlashini ham ko'taradi. Ha, faqat qo'lda o'rnatishga to'g'ri kelyapti. Va nihoyat tugatdik. Va bu men o'ylagandan ancha ko'proq vaqt oldi. Aytma, qo'llarim uzilib tushay deyapti. Tekshirib ko'raylikchi, sen aytgandek mustahkammikan bu oyna? Xitoyliklar aldamagan deb umid qilaman. Aytdim-ku. Ha, obsidiandek mustahkam ekan. Xullas, men yangi tuzoq o'ylab topdim. Uni faqat bir marta ishlatish mumkin bo'lsa ham, lekin butun boshli fazani yo'q qilishga yetadi. Ya'ni osmondan anvillar qulaydi. Ha, sen esa tajriba quyonchamiz bo'lasan. Xo'sh, men tayyorman, o'toch. Parazitlar mening daholigim oldida tiz cho'kishadi. O'zi tagida turgan tugmaning vazifasi anvilni sindirish edi. Ha, vazifasini uddalay olmadi. Mana bu gilamcha esa yordam bera olishi kerak. Yaxshi, lekin bular olovli qurollardan yonib ketadi. Biz hali ulardan ko'p qilamiz. Shuning uchun kerak emas. Mayli, yerda qolaversin. Bu tuzoqni qancha balandda qursak, shuncha yaxshi. Bu oyna bilan anvilli tuzoq qancha joyni egallashini belgilab chiqyapman. Ha, o'sha yerga Porsche qo'y. Endi esa yana redstone bilan ozgina manipulyatsiyalar qilamiz, pastdan boshqarish mumkin bo'lishi uchun. Endi esa tekshirib ko'ramiz, qani Porsche qimirlaydimi, yo'qmi? Qani qimirladimi? Negadir hech balo bo'lgani yo'q. Qayerdadir xato borga o'xshaydi. Ko'zing g'ilay desam ishonmaysan yana. Vohma qilmasang-chi, hozir to'g'rilayman. Xo'sh, test 2 hammasi ishlaydimi? Hurre! Bo'ldi, endi taxtachadan nusxa oldi, hammasini qo'yib tashla. Xato qilyapsan. Hamma taxtachalar Porschega bog'liq bo'lishi kerak. To'g'ri. Bu qanday ishlaydi? Bilsangiz, taxtachalar shunchaki havoda tura olmaydi. Buning uchun ularga qandaydir blok kerak. Bizning holatda esa bu blokni taxtachalarning o'zi o'tayapti. Bitta taxtachani sindirsa, qolganlari dominodek orqasidan ketadi. Yana sizlarga taxtachadagi maslahatga amal qilishni maslahat berardim.
Xo'p, bo'ldi, tugatdik. Endi advilni o'rnat. Hech bo'lmasa shuni qo'lda qilish kerak emas. Nima bo'lganda ham bizda parazit maydalagich 5000 tayyor. Maydalagich emas, ezgich bu, ezgich. Sok qiladi ularda. Bu kam bo'lsa ham, lekin ozginagina himoya bo'ladi Redstone uchun. To'pponchaga o'xshab qoldi, qara. Parazitlar olovni yomon ko'radi, to'g'rimi? Demak, yangi ixtiroim ularga aniq yoqmaydi. Ha, parazitlarga bu aniq yoqmaydi, lekin sen o'rmonni yoqib yubording, ahmoq. Mayli, vaqt kam, shoshilish kerak. Parazitlar ham hademay kelib qoladi. Iloji boricha tezroq qishloqni bular bilan o'rab chiqish kerak. Albatta, bularning hammasiga Redstone ham o'tkazishimiz kerak va albatta uzaytirgichlar ham o'rnatish kerak. Lekin iloji boricha kamroq, sababi uzaytirgichlar turgan joyda olovotarlar ishlamaydi. Bu esa o'z navbatida to'g'ridan-to'g'ri bizning qalamiz himoyasiga ta'sir qiladi. Bo'ldi, tayyor qishloqni test qilib ko'rsak ham bo'ladi. Bu olovli halqa barcha parazitlarni maydalaydi. Ha, to'g'ri, faqat uni tezroq o'chir, Minecraftda qochishni boshlayapti. Atrof esa yonib ketyapti. Shunaqa degan, unda olovli sharlar chiqishini sekinlashtirish kerak. Ha, to'g'ri, aniq sekinlashtirish kerak. Bunaqasi ketmaydi. O'chirib yoqish ham qulay bo'ldi. Test 2, olovli halqani yoqchi. Yaxshi, endi bu safar Minecraft qotmayapti, ajoyib. Faqat endi o'rmon yong'inlarini to'xtatsak yaxshi bo'lardi. Bu olovlarni abadiy o'chiramiz-ku. Bo'ldi, muammo hal. Men o't o'chirish uskunasini topdim. Bu bilan ancha ishlar tez ketadi. Xo'sh, bu safar ham qalamiz himoyasiga golemlar ishlatamiz. Menimcha qanday golem ekanligini tushunib bo'ldingiz. Bari, suvari, tril. Xonimlar va janoblar, kutib oling, obsidian golem. Nega obsidiandan ekanligini ham sababi bor. Sababi u lavada yonmaydi. Ha, to'g'ri. Bu degani bizning olovli himoyamiz unga hech qanday zarar yetkazmaydi. Yana obsidian juda ham mustahkam blok. Golemi ham shunga yarasha bo'ladi. Faqat Galemjon seni sho'rli davrlaring hali keladi. Shuning uchun meni kechir. O'zing to'g'rilaysan. Menimcha golemlar devordan otilib chiqsa zo'r bo'ladi. Bu mexanizm esa aynan shuni qiladi. Qara, ko'rsataman senga hozir. Xo'sh, ko'rsata qol unda. Ajoyib, lekin ilinib qoldi-ku. Raqibni ko'rsa o'zi sakraydi parchalashga. Bu muammo emas. Yaxshi, unda shunday qilamiz. Qurishni boshladik. Oshqovoq o'rnatgichlarni ham o'rnatamiz va albatta porshinlarni ham o'rnatamiz. Barini redstone bilan birlashtiramiz. Golemlar rolig'i artini yo'q qilinglar. Aytgancha, bularni devorga o'rnatganimizda yana bir foydali tarafi bor ekan. Ular shunchaki blok bo'lganda ham bazamizni himoya qilishidami? Ha, aynan. Faqat endi hammasini boshqatdan qurish kerak. Raqibning eng kuchsiz tomoni olov bo'lganda bazani lavaga o'ramaslik mumkinmi axir? Mumkin, lekin mayli biz o'raymiz. Parazitlar bunday tuzoqlarga aniq tayyor bo'lishmaydi. Qishloqqa 1000 yil davomida burchakdagi uloqtirgichga qanday redstone borishni o'yladi. Bir iloji yo'q. Va endi uzaytirgichlarni o'rnatsak, hammasi tayyor. Redstone uzatildi. Bo'ldi, ishlayapti. Olovli halqa oldiga lavali halqa ham qo'shildi. To'xta, men mana bu redstone'larni tepaga olib chiqib charchadim. Bu safar sen qil. Qishloqi, bu muammo emas-ku. Axir bizda yopishqoq redstone bor. Nega bu haqda men bilmasdim? O'zim ham borligini boya bilib qoldim. Yopishqoq redstone'ni tekshirib ko'ramiz. Menimcha hammasi ishlayapti, zo'r. Hademay parazitlar ham hujumni boshlaydi. Shuning uchun juda tez aslaha kiydiradigan mexanizm yasash kerak. Bu safar sal o'zgartirdim. Endi shunchaki ustidan yurish kifoya. Har bitta uloqtirgich orasida bir blokdan tashlab ketish kerak ekan. Endi hammasi ishlash kerak. Xo'sh, yana bir bor tekshirib ko'ramiz. Bu safar hammasi ideal. Endi qal'aning tepasiga chiqishni o'ylash kerak va menda g'oya bor. Bu lift, lekin hozircha uni qanday ishlatishni bilmayman. Hech qisi yo'q, hozir boplayman men. Mana bu yaramas blok desa endi umuman sindirib bo'lmayapti. Qanday rasvolik. 1 hour later. Bo'ldi, hammasini tushundim. Buni ishlatish uchun mana bunday qilish kerak ekan. Bo'ldi. Endi shunchaki mana bu blokni qo'yib, nechinchi qavat ekanligini belgilash kerak. Bir qavatli lift bo'lmaydi, shuning uchun tepada ham xuddi shunday blokni qo'yib, ikkinchi qavatni belgilaymiz. Lift 3000 tayyor. Wow, bu men o'ylaganimdan ham zo'r ishlar ekan. Bo'ldi, ana u rasvo blokni yo'q qildi bu yerlardan. Shuncha joyga porshin bilan surdingmi? Ha? Qani biz ham bir ishlataylikchi bu liftlarni. Voy, mazza. Qurollar ham tayyor. Xo'sh, biz parazitlarni qarshi olishga butunlay tayyormiz. Lekin qal'a shikalat chiqdi. Izohlarda o'mbalik sistemada baho berishni unutmang bu qal'aga. Xo'sh, parazitlarni kutamiz. Birinchi faza. Qishloqi, menimcha vaqt bo'ldi. Ha, parazitlar allaqachon shu yerda bo'lish kerak. Jangga! Bo'ldi, tezroq liftdan ko'tarilamiz. Qanday ular uchishni ham bilishardi, esingda bo'lsa, shuning uchun shoshil. Esimda. Atagi bir yarimta jonim qoldi, la'natli bularni qara, atrofimizda uchib yurishdi. Obbo, nega meni aslahalarimni olib olasan, qaytar yaramas. Ha, ushlashmaydi. Rahmat, menimcha yaxshi maslahalarni bo'ya almashtirdim, yo'qsa aniq bo'yagilarda o'lib ketardik. Bo'ldi, tezroq aslahalarni ol, tezroq ol hamma qurol yaroqlarni.
O'lyapman, sen ol tezroq. Bu asahada hattoki kichkina maxluqchalar jonni ham ololmaydi, lekin mana bular muammoli yaramaslar bo'lib yetib bormayapti. Shuning uchun ham kalashnikni ishlatish kerak. Yaramaslar. Men hamma qalib pasta qanchasi bor qarashga ham ulgurganim yo'q. Yaramas parazitlar shu yerda, olovli halqani yo'q. Yo'qdi. Menda uch qobiliyat ham bor ekan. Qanday yaxshi ularni yo'q qilish yanada osonlashadi. Gaping rost ekan, olovlarni shunchaki parchalab tashlayapti. Ha, albatta, lekin ular juda ham ko'p, hammasini parchalash kerak bu yaramaslarni. Hozircha hammasi nazoratimiz ostida, lekin bu atigi birinchi faza yo'q bir yaramaslar. Bu yaramas parazitlar hamma yerda boshlar uchun yuribdi. Sizlar nima olovdan berkinyapsizlarmi? Ha, hech yo'q, lekin mendan berkina olmaysan yaramaslar. Xo'p, menimcha birinchi faza bilan uddalaganga o'xshaymiz. Keyingi fazaga tayyorlanish kerak. Ikkinchi faza. Qishloqqa ular shu yerda va ular juda ham ko'p, hoziroq bor. Reaktiv omillar, Aynan mo'ljalga tegdi. Ularni shunchaki parchalab tashladik. Qishloqqa qolganini endi yanchib tashlaymiz. Aytganingdek bitta faza bilan yordam berishdi. Yo'q, ular hali ham juda ham ko'p. hech yo'q, ertalabgacha bo'lsa ham ularni parchalaymiz. Agar ularni olovda zaifligi borligini bilmaganimizda rosa qiynalardik menimcha. Uchinchi fazada alg'inlar bo'lmaydi. Hech yo'q, granatalar bo'ladi. Mana bu uchadiganlarni ham hal qilish kerak. Nomuncha ko'plar. Yo'q, sizlarni ham unutganim yo'q. Sizlarni ham parchalayman. Aynan sizlarga o'xshaganlar uchun ham kalashnikim bor meni. Ikkinchi fazada sezilarli darajada ko'psizlar. Nega o'lmayapsizlar? Parazitlar juda ham tez rivojlanadi. Allaqachon bu kalashnikga ularning immuniteti bor. Haqsan chog'i juda ham sekin o'ldiryapti, lekin mana bu olovga menimcha immunitet paydo qilishlar oson bo'lmaydi. Ular qolsa-chi yaramas. Ularni o'ziga qo'yib ber, pastagilari bilan shug'ullan. Tushunarli, pastagilarni yo'q qilaman. Qani ko'raylikchi, granataga immunitet paydo qila olasizlarmi? Menimcha bu tovushlar yo'q degani. Bu yerga yaramas parazit. Bo'ldi, menimcha hammasi portlab ketdi. Ha, uchinchi faza qoldi. Uchinchi faza. Lanati. Menimcha bularni uchinchi fazaga olib qolish kerak edi. Mana bu maxluqlar yana bunaqa uchadiganlar yo'q edi-ku, golemlarni yo'q. Golemlar ozodlikka jang. Golemlar ko'pga bormaydiganga o'xshayapti. Hoziroq lavani yo'q. Hammasi qovurilsa bu yaramaslarni. To'g'ri, hammasi pastda, hammasi yorib ketadi. Yo'qdi. Ahmoq, hozir lavani yoqish kerak, hammasi yo'q bo'lib ketadi. Qani bosilsa-chi yaramas tugma bo'ldi, hammasi yo'lyapti, hammasi yorib ketyapti, menimcha o'xshadi. Uzr, ataylab qilmadi. Hech qisi yo'q, baribir yarmidan ko'p yo'lib ketdi. Menimcha g'alaba biznikiga o'xshaydi, faqat mana bularni bilmadim, bular qanchalik kuchli yo'q, hal qilayotganga o'xshayman. Yaxshi, menimcha bular hali hech narsaga moslashishga ulgurmagan yaramaslar. Buni ham yo'qamiz. Senlarni ham yaramaslar, hammasi yaxshi ketyapti hozircha. Yaxshidan ham zo'r ketyapti. Hammasi lavada qovurildi. Raqiblar deyarli qolmadi, biz uddalaymiz, juda ham oz qolishdi. Menimcha biz g'olibmiz. Shunga o'xshayapti. Va nihoyat quyosh chiqdi. Biz g'alaba qozonganga o'xshaymiz. Ha, to'g'ri, faqat bitta narsaga tushunmayapman. Nega haligacha hech kim obuna bo'lmadi? To'g'ri do'stlar, kanalga obuna bo'ling.